Bismillahirrahmanirrahim. El-Veciz fi usulul fiqhi lil mubtadiin. Bu kitapның davamını oquymiz. Bugün ötüldüğün məzmun şer'i hükümlerinki ikincisi at-tahrim. At-tahrim. At-tahrim degan harrama yuharrimu degan fe'lning masdari, yani haram qildi, haram qiladi. At-tahrim degan haram qilish. Tahrim icab, yani farzning qarim-qarshisi bo'lib, fe'lni qilmaslikni talab qilish, kaskinlik va ilzam tariqasida qat'iy talab qilish, yani qilmaslikni qat'iy talab qilish. Va yu'abbaru anhu bi asma'in muxtalifatin. Tahrim degan yana har xil ismlar bilan ifodalanadi. Masalan, hazr cheklash, haraj gunoh, hijr cheklab qo'yish, ma'siyat, az-zanbu val xati'atu val ismu. Zanbu gunoh, xati'atu xatolik, ismu gunoh. Va alamatu kawni shay'i haraman. Bir şeyinin haram bo'lganligining alomati vurudul va'idi ala fi'lihi. Shu shay'ini qilishga nisbatan tahdid va'disining kelganligidir. Masalan, Qur'on sunnatda mundaq ishni qilgan kishiga mundaq azob va'da qilinadi deganga o'xshash tahdid va'disi kelgan bo'lsa, yoki do'zaxga kiradi yoki qattiq jazolanadi degandek va'dalar kelgan bo'lsa, o'sha narsaning shay'ining harom ekanligining belgisidir. Anwa'u adillati tahrim. Tahrimning dalillarining turlari. Yani bu bir ish haram deyish uchun, bu ishni qilishingiz haram deyish uchun qandaq dalilga tayanib turib bu ish haram deysiz deganda haromlikqa tuvandagi bir nechta ish bilan dalil keltiramiz. Ulardan birinchisi nahi. Masalan, Alloh taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam cheklagan bo'lsa, cheklaganligi uchun bu haram deymiz. Masalan, va la taqrabuz zina. Zinoga yaqinlashmanglar deb zinoga yaqinlashdan chekladi. Shuning uchun zina harom deymiz. Lekin buning yana bir sharti bor. U bo'lsa-mu ma lam taqum qarinatun tubayinu anna an-nahya li ghayri zalik. Bu yerdagi nahi, ya'ni cheklash haromlikdan boshqa ma'noni ifodalaydigan bir qarina bo'lmagan chaqda nahi normal ahvolda haromlikni bildirdi. Masalan, nahining ifodalaydigan ma'nolaridan haromlikdan boshqa yana makruh ifodalaydigan nahi bo'ladi, tahdid ifodalaydigan nahi bo'ladi va hokazo. Bu nahining tahrimdan boshqa ma'noni ifodalaydiganligini ko'rsatadigan qo'shimcha dalil, ya'ni qarina degan qo'shimcha dalil bo'lmasa, bu nahi haromni, tahrimni bildirdi. Vanzur mabhasan nahi. Nahi to'g'risidagi tadqiqotlarga qarang debdi. Ikkinchi, bir fe'lni harom deyish uchun yoki bir shayni harom deyish uchun buning dalildan ikkinchi dalili mushu fe'lni qilishga nisbatan, qilguvchiga nisbatan tahdid va'disi. Masalan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Bu hadis qudsi. Alloh taolo shundaq deydi: kimki mening valirim do'stimni dushman tutgan, uningga dushmanlik qilib tajovuz qildikan, zulm qildikan, men uningga jang e'lon qildiman. Mana bu hadis qudusidagi tahdid va'disi. Ya'ni Allohning do'stlariga, Allohning valilariga tajovuz qilib zulm qilgan kishiga Allohning jang e'lon qildiganligi, Allohning vali, Alloh yaxshi ko'radigan mu'min, muttaqi bandalarga zulm qilishning harom ekanligi chiqadi. Bir fe'lga tahdid va'disining kelganligining misolidan yana Alloh taolaning mushu fe'lni qilguvchiga nisbatan g'azablanganligi bilan xabar berish. Bunun misali bunu hadis. Allah Taala özünü padişahlarning padişahı men devagan kishiga Allah qattiq g'azablanadi. Allohdan boshqa padişah yo'qdir. Yani shundaqla fe'lga tahdid va'disi kelgan misollardan Allah Taala uni qilgan kishiga nisbatan la'nat qildi deganga o'xshash. Masalan, bunu hadis. Allah Taala Allohning boshqasi uchun mal bo'g'izlagan kishiga Allah la'nat qildi. Allah Taala yana zaminning belgilarini, yo'l belgilarini o'zgartib atgan kishiga Allah la'nat qildi. Zaminning belgilarini o'zgartib atgan degini yoki yo'l belgilarini o'zgartib atgan kishini ko'rsatsa yoki boshqalarning etizi yoki beg'i yoki zamini qatorliq fasillarni o'zgartib o'zining zaminiga, o'zining yeriga qo'shib olgan mundaq kishini ko'rsatdi. Demak, mush Allah g'azablanadi, Allah la'nat qiladi, Allah jang e'lon qiladi degan lafzlarning hammasi mushu fe'illarning, mushu sharkatlarning, mushu hadislarda kelgan yoki oyatlarda kelgan sharkatlarning harom ekanligining dalildir. Uchinchi dalil fe'lni
küfürlük, yoki ma'siyat, yoki fisq, yoki xatolik, yoki gunoh, yoki cho'ng gunoh deb atash. Masalan, bunu hadis. Kishilarning ichida ikki turlik xislat bor. Bu ikki turlik xislat kishilarda bo'ladi ekan, bu küfürlükdür. Qaysi ikki ish deganda nasabga ta'na qilish, ya'ni boshqalarning nasabiga ta'na qilish, tillash, bo'hton chaplash nasabiga degandek va o'likka yig'lash. An-niyaha degan odatdagi ko'z bilan yig'lash emas, balki vaqirab, jaqirab, kimlarni yetib, yuz ko'zlariga urib, shunday qattiq vaqirab, jaqirab yig'lashni ko'rsatadi. Va qavlu Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasirning buni so'ziga o'xshash deydi. Chunki shak kuni ro'za tutsa, ya'ni at Ramazonmidu, emasmidu degan Ramazonning oldingi kuni ro'za tutsa, u haqiqatan Abul Qasim ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga osiylik qildi. Shuning uchun shak kuni Ramazon ro'za tutishning hukmi harom deymiz. Va yana Alloh taolaning buni so'ziga o'xshash. Bo'g'izlaganda ular Allohning ismi zikr qilinmay mundaq bo'g'izlangan mallardan, ularning go'shidan yemanglar, undaq qilish fasiqlikdir. Va yana buni hadisga o'xshash. Kabairlarning, cho'ng gunohlarning eng cho'ngining qatoridan bir kishining o'zining ota-onasini la'nat qilishidir degan hadis. Demak, bu misollardagi Alloh harom qildi, kufr, osiylik qildi, cho'ng gunoh degan mushu fe'llar bu fe'llarning, bu ishlarning harom ekanligining dalilidir. 4-chi. At-tahrim harom qilindi degan so'z va uningdan yasalgan so'z. Masalan, hurrimat alaykumul maytatu, sizlarga o'lib qolgan hayvonotlarning go'shini yeyish harom qilindi. Hurrimat bo'lganligi uchun bu yerda kelgan o'likning go'shini yeyish, qon yeyish va cho'shqining go'shini yeyish qatorliq ishlar harom deymiz. Va yana bunu hadis. Haqiqatan Alloh sizlarga onalaringlarni qo'chishni, qizlarni tirik ko'mishni harom qildi va yana man'an va hatni harom qildi. Ya'ni o'ziga to'plab boshqalarga bermaydigan, boshqalarga bermay boshqalardan eliveradigan yoki to'plab uning zakatini bermaydigan, sadaqa bermaydigan mushu ishlarni Alloh harom qildi. 5-chi. Fe'lni qilg'uchiga jazoning yo'l qo'yilishi. Masalan, o'g'rining qo'lini kesish. Demak, o'g'irlik harom. Summa innal muharramati ala darajat. Haram ishlar, haram qilingan ishlar yana daraja jihatda o'xshamaydi. A'zamuha ash-shirku billah. Haram ishlarning eng kattasi, yana qattiq haram qilingan haramlik darajasi eng zo'r bo'lgani Allohga shirik keltirish. Ondan uningdan keyingi boshqa cho'ng gunohlar. Cho'ng gunohlarim yana o'zaro farqlandi. Ondan kichik gunohlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shundoq so'raldi. Qaysi gunoh eng katta deb so'ralgan vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo seni yaratgan turib, Alloh taologa shirik keltirishingdir deb javob berdi. Qila summa ayyun, ondan qaysi deyilganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen qo'shningning ayoli bilan zina qilishing deb javob berdi. Ondan yana uningdagi qaysi deyilganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balangning, farzandingning sen bilan birga yeb ichishidan ansirab uni o'ltirishingdir deb javob berdi. Demak, harom qilingan ishlarning ichida Alloh taologa shirik keltirishning gunohi eng og'ir, eng qattiq harom qilingan ish. Kabairlar uningdan keyin ko'rintirdi va kabairlarmi o'zaro farqlandi. Sag'airlar uningdan keyin ko'rintirdi. Al-ajru ala tarkil harami val ismu ala fi'lihi. Haramni tark etsa ajr oladi, haram ishni qilsa gunohkor bo'ladi. Alloh taolo harom ishdan niyat qilib turib, qo'l yiqqan kishiga savob berdi. Ya'ni qandoq niyat qilib turib deganda, Alloh uchun Allohning buyrug'ini ijro qilib turib, qo'l yiqsa Alloh ajr beradi. Amma tarkul adami sirfu falaysa ladayna dalilun yadullu ala al-isabati alayhi. Amma niyat qilmay turibla tark etish. Al-adami sirfu degan Allah uchun tark etdim demasdan yoki uningga toqat yetmay yoki u ishni qilg'isi kelmay niyat qilmaylam tark etish bizning bilishimizcha debdi avtorning so'zi. Buningga savob berish haqida biror dalil yo'q. Ya'ni Allah uchun tark etilmagan harom ishda buningga ajr berilmaydi. Allah uchun
Allohning buyrug'ini ijro qilib bu ishni tark etdim desa, anandan keyin bu tark etganligiga, haromni tark etganligiga savob yoziladi. Hamda avtor tushuntiryapti. At-tarkul adami yusirfu degan nima deganda, u bir inson o'zi bilmaydigan gunoh ma'siyatlarni tark etishi va nafsi uni chaqirmagan shu ishni qilishga chaqirmagan gunoh ma'siyatlarni tark etishidir. Ya'ni u inson u gunoh ma'siyatni o'zi bilmagan bo'lishi mumkin yoki ko'nglida qig'iz kelmagan bo'lishi mumkin. Qilmasligining sababi hargiz Alloh roziligi uchun emas demoqchi. İnsan nefsinin haramga bo'lgan talpinishlari cho'ng bo'lsa va u banda Allohning savobini ko'zlab turib bu haromdan qo'l yig'a olsa, ya'ni nafsining talpinishi shuncha kuchli turib qo'l yig'a olsa, uning ajri shuncha katta bo'ladi. Kama fil hadis, bu hadisga kelganga o'xshash. 7 turli kishi bor. Alloh taolo bu kishilarni o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda Alloh o'zining soyasida saydı dedi. Bu kişiler Allah Taala'nın ibadetinde ösüp çoğun bo'lgan yosh ve nadi çıraylık, abroyluq, menseplik, huquqdor bir ayol o'ziga chaqirsa, men Allohdan qo'rqaman degan kishi degan hadisdir. Dal buning aksicha nafsning haromga bo'lgan talpinishlari az bo'lgan kishi agar bu harom ishni qilsa, uning gunohi katta bo'ladi. Yani nefsinin haram işqi bo'lgan shahvati va talpinishlari az turib, günah ishqa qo'l urgan, günah ish qilgan, haram ish qilgan kishining gunohi shuncha og'ir bo'ladi demoqchi. Buni hadisda kelganga o'xshash 3 turli kishilar bor. Alloh taolo bu kishilarga qiyomat kuni so'zlamaydi. Bular qaysilar deganda, yashangan zinaxo'r kishi, malikun kazzab, yolg'onchi podshoh va takabbur, hakavur, kambag'al. Demak, yosh odamlarning, yoshlarning zina qilishidan yashnab qolgan qerlarning zina qilishining gunohi qattiq og'ir. Va odatdagi kishilarning yolg'on gap qilishidan podshohning yolg'on gap qilishining gunohi og'ir. Bayashat odamlarning takabburlik qilishidan kambag'al, namrat odamlarning takabburlik qilishining, hakavurlik qilishining gunohi og'ir degan gap. Yana bir nuqta, haromni qilishning gunohi şu haram ishni haram ekanligini bilib turib qilgan kishiga isbotlanadi. Agar bu ishning haram ekanligini bilmay turib qilib qolgan bo'lsa, uningga gunoh bo'lmaydi. Amma fi halatil itlaf, ya'ni boshqalarning narsini buzib o'tgan ahvol ostida, ya'ni boshqalarning bir narsalarni buzib o'tishning haram ekanligini bilmay turib buzib o'tgan ahvol ostida, buning bilmasligi to'lab berishning isbotlanganligini, to'lab berish kerakligini cheklab qo'ymaydi. Ya'ni boshqalarning narsalarni buzib o'tishning harom ekanligini bilmay turib buzib o'tib qopdimi degan taqdirda ham yo'q, bilmasingizmi ham bu kishilarning haqqi, buni to'lab bersiz deymiz. Yoki bir kishi bu harom ishni bilmay turib qilib qolgan bo'lsa, ammo uning holi bu ishning harom ekanligini bilish kerak bo'lgan, biladigan bunday kishi bo'lsa, dunyolik jazoga uchrashdan bu to'sib qo'yolmaydi. Masalan, bu musulmon jamiyat yashaydi. Nurg'ulg'an tashviqotlarni, da'vatlarni anglaydi. Yoki uning ota-onasi ahli ilm, do'stlari bo'ladi atrofida. Atrofda musulmonlar bor. Bu harom ekanligini bilmay qilish mumkin emas. Shunday ahvol ostida men bu haram ishning haram ekanligini bilmay turib qilib sapdimi desimi bu da'vosi oqmaydi, balki dunyolik jazoga uchraydi. Bugungi dars mushagich bo'lsin. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.